Salom do'stlar, O'z kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Sparking Underground o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Biz o'yinni boshladik. Qarochi do'stlar, bu o'yinga o'tgan safargi videomizdan keyin anchagina yangiliklar kiritilibdi. Bugungi videoda o'sha yangiliklarni birma-bir ko'rib chiqamiz do'stlar. Demak, birinchi yangiligimiz bu yerda biz birinchi boshlaydigan mashinamiz mana bu Tiko avtomobili edi. Endi Tauria deb nomlangan mana shu mashinaga o'zgartirilibdi do'stlar. Va bu yoqda yana yangiliklar juda ham ko'p do'stlar, ya'ni yangi mashinalar qo'shilgan. Mana shunaqa rossiyskiy mashinalar, ya'ni o'zimizga kirib kelgan rossiyskiy mashinalar. Mana u bo'lsa Matiz do'stlar. Bu Matizning tuning qilingan versiyasi do'stlar. Bunga ham gap yo'q, zo'r chiqibdi. Xo'sh, davom etamiz. Yana 2101, 2103 va mana Damas do'stlar. O'tgan safargi videomizda Damas ham yo'q edi va mana bu safargi videoda uni ham ko'rib turibmiz do'stlar. Agar o'tgan safargi videoni ko'rmagan bo'lsanglar, mana shu o'ng tarafdagi tepada chiqarib qo'yaman do'stlar, o'tib ko'rib olishinglar mumkin. Xo'sh, biz davom etamiz. Bizda keyingi avtomobilimiz Spark. Bu Spark avtomobili bor edi do'stlar o'tgan safargi videomizda va bu yerda 2104 avtomobili. Bu ham yangi qo'shilgan va Nexia. Bu Nexia avtomobili bor edi 2106. Bu ham yangi qo'shilgan do'stlar. Xo'sh, Nexia 2 bor edi 3110 debdi do'stlar. Bu Volga bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, bilmadim, 3110 debdi do'stlar. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi avtomobil Nexia 3. Bu avtomobil ham bor edi do'stlar o'tgan safargi videomizda. Buni ham minib ko'rganmiz. Xo'sh, keyingisi Vaz 2107 do'stlar. Xo'p, bu mashina ham shu chotki mashina do'stlar. Buni ham yaxshi ko'rganman, bilganman. Xo'sh, davom etamiz. Lacetti bu bor edi. Vaz 2107 ni tuning versiyasi do'stlar. Bu ham vobshe chotki, dahshat, gap yo'q. Xo'p, davom etamiz va bizda eng yorqin yangilik va mana shu Cobalt avtomobili qo'shildi do'stlar. O'tgan safargi videoda Cobalt yo'q edi va kommentariyada ko'p yozishdi, Cobalt yo'qmi deb yozishdi va mana do'stlar bu safargi videoda ko'rib turibmiz, Cobalt ham qo'shilgan do'stlar. Xo'sh, davom etamiz. Bu yoqda 2108 ni tuning qilingan versiyasi. Bu yoqda Gentra'ni ham minib ko'rganmiz do'stlar o'tgan safargi videoda 2109. Xo'sh, 2110, 2113 va nihoyat mana Captiva 2 do'stlar. Bu o'zimizning mashina. Buni o'tgan safargi videoda mingan bo'lishimiz kerak do'stlar. Xullas, o'tgan safargi videoda bu bor edi do'stlar. 2115. Bu ham yangi qo'shilgan. Xo'p, Granta va mana shu mashina ham yangi qo'shilgan do'stlar. Bu ham menimcha Lada bo'lishi kerak. Bu ham do'stlar, adashmasam. Xo'sh, davom etamiz. Keyingisi Malibu 1. Bu menimcha o'tgan safargi videoda yo'q edi do'stlar. Chunki o'tgan safargi videomiz ancha oldin bo'lgan edi. Unda bunaqa mashinalar hali qo'shilmagan edi. Xo'p, davom etamiz. Priora bu ham yangi qo'shildi do'stlar. Keyingisi Malibu 2 bor edi, uni minganmiz va Politsay debdi bu mashinaga do'stlar. Ya'ni politsiya mashinasi ham qo'shilgan. Xo'sh, davom etamiz. Captiva 4 bor edi. Kalina avtomobili ham qo'shildi do'stlar mana shunaqa ko'rinishda. Menimcha bu ham Lada bo'lsa kerak, yana bilmadim do'stlar. Kalina deb yozib qo'yibdi. Xo'p, va Nexia Evo. Bu endi Nexia 2 ni tuning qilingan versiyasi. Xo'sh, bu yerda Vesta SV Cross, ya'ni bu ham Lada do'stlar. Lada Vesta SV Cross mi shunaqa edi. Xo'p, mana unga Phantom debdi do'stlar. Bu o'tgan videoda bor edi. Bu adashmasam Tahoe do'stlar. Tahoe avtomobili, bunga Phantom deb yozib qo'yishibdi do'stlar. Xo'sh, davom etamiz. Keyingisi bu ham Lada do'stlar. Bu ham Lada. Bunga ham Lada Vesta deb yozib qo'yishibdi do'stlar. Lada bu ham, davom etamiz. Bu ham yangi qo'shilgan. Xo'sh, keyingisi Tahoe deb yozilgan. Bu mashina menimcha Rolls-Royce bo'lishi kerak do'stlar. Tahoe deb yozib qo'yishibdi. Endi bilmadim. Ikkalasining nomi almashib qolganmi boyagi Tahoe bilan. Xo'sh, davom etamiz. Bu yerda Patriot. Bu mashina ham yangi qo'shilgan do'stlar. O'tgan videoda bu ham yo'q edi. Jeep mashinasi ekan bu. Jeep Spat demoqchiman. Patriot debdi. Xo'sh, davom etamiz. Va bu yerda bu yerda yangi mashina Revolution deb nomlangan mashina do'stlar. Bu o'zimizniki emas. Bu yangi qo'shilgan. Xo'sh, davom etamiz. Marussia. Xo'p, eng oxirida esa mana shu Marussia deb nomlangan mashinani qo'shibdi do'stlar. Bu mashinani oldin ko'rmagan ekanman, tanimadim.
Короче, Marusiya bo'lsa kerak nomi. Xo'sh, demak biz yangiliklarni ko'rishda davom etamiz. Keyin bizda mana shunaqa menyuda o'zgarishlar bo'lgan do'stlar, chiroylilashgan. Xo'sh, bu yerda Новый чек rejimiga kiramiz va bu yerda yana bitta katta o'zgarish bor do'stlar. Hozir sizlarga ko'rsataman buni. O'yinga kirganimizdan keyin ko'ramiz do'stlar. Xo'p, bu yerda mana Usparking Underground deb yozilgan. Usparking Underground. Endi Underground deganda anu tunnelli parkovkalar, yer ostidagi parkovkalarga qo'yilardi mashina, lekin mana hozir yana bitta katta yangilikni ko'rsataman do'stlar va mana bu yangilikni ko'rishinglar mumkin do'stlar. Ya'ni endi yer ostidagi tunnellarda, boshqa joylarda mashinani parkovka qilmasdan katta ko'chada ham parkovka qilishimiz mumkin. Ana Lacetti'ni politsiya versiyasi o'tib ketdi do'stlar. Xo'p, mana bu endi ana u tepada chap tarafda kartani ko'rib turibmiz do'stlar va parkovka qiladigan joyimizni ham ko'rib turibmiz. Va ana u qizil yurganlar ular mashinalar do'stlar, ya'ni NPC deylardi. Xo'sh, demak, mashinani zavod qilsak ham bo'ladi do'stlar. Bu yerda ana u skorsimizni tagiga o'tib ketibdi zavod knopkasi, lekin sizlarniki uzunchoq bo'lsa, telefoninglar menimcha o'tib ketmaydi. Bizda shunaqa bo'pti. Endi o'zgarishdan keyin xo'p, kamarni taqamiz va sekin yurishni boshlaymiz. Nexia birla o'tyapti do'stlar. Hop, Melisa, ikkita Melisa o'tib ketdi akalar. Yaxshi, bu yerdan chapga yurasan deyapti akalar, chapga yuramiz. Kamerani salgina pastroqqa tushirib olsak, hoppana, endi normali. Xo'p, demak bu yoqqa qo'yishimiz kerak ekan. Bu yer kafemi, nimadir ekan? Benzin bak. Benzin qo'yadigan nima emasmi mana u? Benzin u. Xo'p, zadniga ozgina olamiz, bunaqasi o'tib ketamiz. Yaxshi, sekin bu yoqdan asfaltga tushamiz do'stlar. Xo'p, davom etyapmiz. Bu yerda tepada chap tarafda qancha urish miqdori ko'rsatilib turardi do'stlar. Hozir nimagadir ko'rsatmayapti yoki bizda ko'rsatmayaptimi? Xo'sh, keyin bu yerda kameralarni o'zgartirsak bo'ladi do'stlar. Ya'ni mana bunday qilib mashinani saloniga olib kirib olsak ham bo'ladi do'stlar kamerani. Xo'p, endi bu yerda mashinani parkovka qilishimiz kerak. Mana shu inomarka mashinalarining orasiga mashinamizni olib kirib, parkovka qilib qo'yamiz do'stlar. Ya'ni bu mashinani nomi nima edi? Esimdan voy. Uzurasizlar. Zadniga urmasdan gazni bosib yubordik akalar. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi, tog'a qo'ydik endi. Voy. Sekin. Bo'ldi, qo'ydik. Yes. $7800 pul ishladik do'stlar. Shunaqa, ya'ni katta ko'chada ham endi mashinalarimizni parkovka qilsak bo'ladi. Xo'p, bu NPClarning yana bitta zo'r yangiligi bor. Ya'ni bu NPClar endi yo'liga mashina bilan chiqib olsak, bizni sezib oldimizga kelib to'xtaydi do'stlar. Ya'ni robotga o'xshab qo'yilmaganda ular u yoqdan bu yoqqa tez yurib o'tavermaydi. Xo'p, endi do'stlar bizda $159,000 pul bor. O'sha pulga endi biz o'tgan safargi videoda minmagan mashinamiz, ya'ni Cobaltni minib ko'rmoqchimiz do'stlar. Damas $38,000 ekan. Video qotyaptimi desanglar do'stlar? Yo'q, video qotmayapti, o'yin qotyapti. Ya'ni o'tgan safargi videodan keyin o'yin anchagina kattalashgan do'stlar. Xo'p, mana Cobaltimiz $100,000 ekan. Mayli, olamiz. Siz shu mashinani sotib olishga aminmisiz? Aminman. Rangini o'zgartirsak bo'ladimi? Yo'q, rangini o'zgartirmaylik do'stlar. Qop-qora bo'lib tursin, yaxshi turibdi. Tanladik, demak, o'yinga kirsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda novichok rejimi o'tkazamiz va 29-siga qo'yib ko'ramiz do'stlar. 29-levelga qo'yib ko'ryapmiz. Endi do'stlar, bunda faqat katta ko'chada yoki faqat yer ostida emas, bitta levelda katta ko'chada minamiz. Bitta levelda bo'lsa, yer osti tunnellarida mashinamizni parkovka qilsak bo'ladi do'stlar. Hozir bu qaysi ekan desam, bu ham ko'cha ekan do'stlar. Yaxshi. Endi mana u zavod qilishimiz uchun skorsni orqaga qo'yib turadigan bo'lyapmiz do'stlar. Kamarni taqamiz. Mana mashinamiz do'stlar. Endi sal grafika pastroq bo'layotgani uchun bu telefondan do'stlar sal bijir bo'lib ko'rinyapti do'stlar, lekin telefoninglar kuchli bo'lsa, menimcha yaxshigina chiroyli bo'lib ko'rinadi. Xo'sh, demak, yuramiz. Mana shu joyga mashinamizni parkovka qilishimiz kerak ekan do'stlar. Yaqin ekan birinchisi. Xo'p, voy. Cobaltni o'pishtirib qo'ydik akalar BMW bilan bir pasta. Xo'p, bo'lar menimcha tog'ov. Bo'lmas ekan akalar, boshqatdan qo'yamiz. Boshqatdan olib kelamiz mashinani. Mana uni ichiga kirib ketyapmiz akalar. Sekin, bu yoqqa. Ana u kichkina mashinalar oson edi-yu, endi xo'p,
bunisidan o'tdik. Kichkina mashinalar oson, lekin mana bu minmagan mashinalarimizni mana yana bitta o'rdik akalar. Bilmadim qancha ursa bo'ladi bunda, menimcha 3 marta bo'lsa kerak bunda ham. Lekin endi buni minmaganimiz uchun minib ko'rishimiz shart do'stlar. Xo'p, mana Cobalt'imizni ham parkovka qilib oldik. Menimcha mashina bilan tugamadi-yu akalar. Menimcha mashina bilan tugasa kerak deyotgandim. Xo'p, qaytamiz orqaga qaytamiz. Voy. Loy bo'ldi akalar. Mayli o'rdik, zato Cobaltni minib oldik do'stlar. Ozgina shoshdik, shuni sababiga urib oldik. Ya'ni shoshmaslik kerak do'stlar. Xo'sh, endi bizda $59,000 pul bor ekan do'stlar. Endi sal orqaroqqa qaytamiz va o'tgan safargi videoda Damas'ni minmagandik do'stlar. O'sha Damas'ni ham bir minib ko'rsak bo'lar ekan. Hozir bizda pulimiz yetadi, chunki Damas $38,000 deb ko'rsatilgan. Bizda $59,000 pul bor va mana do'stlar Damas'ni ham sotib olamiz. Bu ham keyin yangi qo'shilgan. Ya'ni o'tgan safargi videomizdan keyin qo'shilgan bu. Xo'sh, endi biz 28-levelga qo'yib ko'ramiz do'stlar. Endi bunisi yer osti tunnellarida bo'lishi mumkin. Bu Damas yangi Damas, ya'ni yangi sotib olganimiz uchun yangi Damas bo'ladi va juda ham zo'r tortadi do'stlar. Ya'ni tortishiga gap yo'q Damasni. Chotki tortib qo'yadi. Xo'p. Kiryapmiz. Kirdik, yaxshi akalar. Devo deb yozib qo'yibdi orqasiga. Yuramiz. Bu sal ana eskiroq stilidagi Damas ekan do'stlar. Hozir sal boshqacharoq bo'lib qolgan-ku. Bu bundan oldingi versiyasi ekan do'stlar Damasni. Xo'p, yaxshi, demak birinchi parkovkamizga kelyapmiz. Mana shu ikkita mashinani orasiga qo'yamiz. Hop, normalniy mana mana qo'ydik. Sekin chiqamiz akalar. Salonga kirsak ham bo'ladi. Mana salonni ko'rishinglar mumkin. Jamonaqa endi nima deydi? Yomon emas, mana yaxshi qilib ishlangan do'stlar. Mana orqa o'rindiqlar, orqada ham o'rindiqlar bo'lsa kerak menimcha. Mana rul do'stlar, mana u radio. Qarochi mashinaning saloni do'stlar. Xo'p, mana shu joyga mashinamizni qo'yib olamiz. Damas, Damas yaxshi tortadi akalar. Yangi Damas juda ham zo'r tortadi. Xo'p, mana shundoq qilib qo'yib olamiz. Chapga va bo'ldimi? Chiqib ketdik akalar. Sal orqa qaytamiz va tog'a bo'ldi. Qo'ydik akalar, $8,000 pul ishladik. Xo'sh do'stlar, mana shunaqa bu o'yinda yangiliklar kundan kunga ko'payib boryapti do'stlar. Ko'ramiz bu yog'iga ham yangiliklar ko'payib ketsa kerak. Xo'sh, ana u nimasi boshlandi do'stlar, ana u level. Bunda Cobaltda o'rgandik do'stlar. Mayli, buni keyingi videolarda chiqaramiz. Xo'sh, demak do'stlar, mana bugungi video roligimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito Uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.